Jannatmakon yurtimizga bayram yarashadi. Bugun bizning jamoamizda ham ajib bir bayram, ya'ni san'at bayrami. Mana shu san'at bayramini biz bilan birga nishonlash maqsadida tashrif buyurgan Qirg'izistonlik, ya'ni qo'shni qardosh respublika bo'lgan Qirg'iziston respublikasidan tashrif buyurgan aziz hamkasblarimizni bizni davramizda ekanligi nur ustiga a'lo nur. Ochib berish uchun so'z Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi rahbari Rasulov Ixtiyorjon Mahmudovichga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, ustozlar, san'at shaydolari. Sizlarni bugungi tadbirimizda ko'rib turganimdan benihoya xursandman. Xush kelibsizlar azizlar. Doimo qadrli dargoh ekanligini his qilib bizga ko'mak berayotgan barcha insonlarga katta rahmat aytaman. Xush kelibsizlar. Bugun Qirg'izistondan bizni qadrdon do'stlarimiz tashrif buyurgan Sulton aka Abdurahmonov boshchiligida muzey hamkasblarimiz Qirg'iziston Respublikasi Sulaymontog' Milliy arxeologik muzey kompleksi direktori Abdurahmonov Sultonbek Arstanbekovichga. Bizden ortağızda bugün köyünde şartlı türde temel zımlar tozup turganı menen biz sizler menen jürögüz birge, jaşoobuz birge, tariximiz bir, jata turgan mazarыбыз, kire turgan bazarыбыз bir tuğan ellerimiz. Ata-analarımız ak kalpağına ala topusu jaraşıp bir ürü menen bir tuğan bolgan el. Oşan üçün sizlerдің ruhsatınızlar menen İhtiyarcan Mahmudovichga biz şu Alatoğ'un belgisi bolgan ak kalpağımızды kiygizip koyalım. Kırgız Respublikası'nın Madaniyat, Malumat, Sport jana Jaşlar Sayasatı Ministerliğinin Ardak Gramataсын bizden Ministrimiz Azamat Kaparovich Jamaqulov'un kolu koyulgan Ardak Gramatаны biz İhtiyarcan Mahmudovichga tapşırıp koyalım. Bu ministerin atынан. Alemi biz muzey kompleksinin atынан buna gökörді. Bu Kırgız menen Özbek'e birde mülk bolgan, hiç kaçan ömür toktobasın, saat toktobasın, jaşoobuz toktobasın. Bardığınızlarga жақшылық тілейбіз. Kırgızстанға барыңыздар, birbirimize menen bolgan dostluğumuz, bir tuğançılığımız mından dağı artıp, mından dağı жақшы күндөрүңүз көп болsun деген men ne tilekti qo'shimchalar etem. Bugungi bayramingizlar qutlug' bo'lsin. Bayramingizlar menen. Bizga ham esdalik sovg'alarimiz bor. Bersanglar, sovg'alarni ham topshirib qo'ysak. O'zbekiston madaniy merosi Moskva muzeylarida to'plami degan kitob mana yaqinda nashr qilingan. Shuni qo'shma muzeyga topshirsak. Rassom Mahmud aka Kazimov ishlaridan Qo'shma muzeyning eng bir chiroyli eksponatlaridan bo'lib turadi degan umidda. Shu bayram munosabat bilan shuncha mana Qirg'izistondan kelishibdi. Do'stlikni qarashim men ko'rib juda xursand bo'ldim. Qirg'izistondan katta delegatsiya kelib, shu ochilishda marosimiga biroz nimasiga taklifga keldi. Sizlarga do'stlik mana yaqinda Qirg'izistonda borib keldim, do'stlikni mustahkamlash uchun men ularga aytdim, kelinglar, shu birgalikda harakat qilaylik deb. Ammo bugun ko'rib xursand bo'ldim. Ixtiyorjon sizga ham rahmat, shunchalik do'stlar orttiribsiz, rahmat. Mayli do'stlik uchun oqsil yuraklardan xol
do'st bor joyda sen ham borsan, unutmaysan dedi. Bugun mana shunday do'stlarni yig'ilganiga Xudoga ming qancha shukr. Qirg'izistondan kelgan do'stlarimizni poyqadamilarga salom qilishga deyishga ruxsat berasizlar. Bugun albatta har birimizni qalbimizda to'g'rida ajoyib bir tuyg'u. Men mana hozir kelib mana ustozlarni ko'rib. Мы вот не посетили живопись, но надеемся, что музей пополнился богатейшей коллекцией, с чем поздравляем Андижанский государственный музей. Вот. Я хочу сказать, что то, что приехали вот наши соседи из Киргизстана с музея Сулейман-Тоо, да, это большое очень значение имеет для развития культурных связей. İxtiyor akamiz jamoasiga katta rahmat. İxtiyor aka shunday fayzli, barakali joy bo'ldi. Kelib aytib turuvdim-da, to'g'risi boshqa viloyatlarimizga borganimizda qadimiy obidalariga, joylariga boradi. Andijon viloyatida endi xudo xolasa mehmonlar kelishi bilan to'g'ri shu muzeyga olib kelamiz. Sababi biz bu yerda bilimimiz ham, ilmimiz ham, ma'naviyat mazkura hamma yo'g'imiz yetarli. Sizlarga katta rahmat, ishlaringizga omad, hamisha muvaffaqiyat. İxtiyor aka hamisha shu muzeyimiz hamisha barakali, fayzli bo'lsin. Tasviriy san'at asarlari ko'rgazmasiga xush kelibsizlar. Ushbu asar ko'rgazmada O'zbekistonda taniqli O'zbekiston xalq rassomlari bilan qatorda andijonlik iqtidorli rassomlar tomonidan ishlangan ijod namunalari Ең эле бизге кызыктуу жана башкача сезилген сезим болду. Себеби дегенде бул жерде өтө сонун жасалган галерея болуп турат. Биз таанылган көп нерселерди көрүп отурабыз. Художниктердин, сүрөтчүлөрдүн өздөрүнүн жан дүйнөсүнөн берилген табигаттан алынган нерселер, сүрөттөрү өздөрүнүн ички жан дүйнөсүнөн башкача ар бири өздөрүнө окшобогон уникалдуу нерселерди тартып жараткандыгы, музейдин аны оформление кылып коюлгандыгы bir başkaça bizge tuygu sezimlerdi жаратып отурат. Biz bul жерден азыр көп нерсени үйрөндүк десе болот. Кандай
сонун нерселерди коюлгандыгы, коюлуу тартиби, экскурсиянын өтүп баяндалышы, жаздын сиздер бахар деп атасыздар, мына жаздын сүрөттөрүдө дал ошо бизге тартылган окшош. Аялдардын бул жерде сыйынып отургандардын, аялдардын кийимдери дал биздикине мына коңшулаш мамлекеттердин окшоштугун бааласак болот экен. Окшоштугубузду, динибиздин окшоштугун, маданиятыбыздын жадагасы ошо сүрөттөрүбүздүн дагы окшоштугун биз үчүн аябай башкача туйгу сезимдерди пайда. Ошоко музейлер, көргөзмөлөр барбы? Бизде бар. Биздики күчлүүрөөк экен. Окшош эле болуп турат. Окшош эле турат. Бардык оформлениясы деле, көрүнүшү деле, мына калктын келип көрүп аткандыгы деле, бардык эле музейдин жааматтын иштеши деле бири-бирибизге аябай окшош экен. Себеби дегенде бири-бирибизге байланыш, карым-катнаш бирдей болгондуктан окшош эле болуп саналат экен.